Cristiano Ronaldo sog'lig'i uchun yiliga $1 million sarflaydi. Hamma uni hisobdan chiqaradi, lekin u 40 yoshida Portugaliya terma jamoasini g'alabaga olib keldi va Millatlar Ligasi kubogini qo'lga kiritdi. Tadqiqotlarga ko'ra, uning tanasi 20 yoshli yigit tanasiga teng. 40 yoshida uning tanasida atigi 7% yog', 50% mushak massasi mavjud. Bularning barchasi to'g'ri ovqatlanish va mashg'ulotlar natijasi. Shu darajadagi past teri osti yog'ini saqlab qolish uchun u fast food, shirinlik va alkogoldan butunlay voz kechgan. Buning o'rniga u oqsilga boy dieta tutadi. Kuniga 4 litr elektrolitli suv ichadi. Muntazam qon tahlillari topshiradi va har bir gormon va ko'rsatkichni nazorat qiladi. Uning sport zallariga bo'lgan obsessiyasi haqida allaqachon afsonalar tarqalgan. Ronaldo mashg'ulotlarni portlovchi tezlik va funksional kuchga asoslangan tizim bo'yicha bajaradi va har kuni rivojlanishga yo'naltirilgan. Ronaldo dunyodagi eng intizomli inson. G'oliblarcha fikrlaydi va hatto pul ham uni buzmagan. Siz bunga qodirmisiz?